Mening hayot modelimda ayol hech qachon o'ziga ekonom qilishi kerak emas degan model yotadi. Men shunaqa prinsip asosida yashayman. Ayolki o'ziga ekonom qildi, uning hech qachon barakasi bo'lmaydi. Ayolki o'ziga tejadi, u hech qachon boy bo'la olmaydi. O'ziga tejagan ayolga boshqalar ham pul tejaydi. O'ziga ruxsat bermagan ayolga boshqalar ham hech qachon hech narsa berishmaydi. Chunki unga kerak emas bu deyishadi va bu to'g'ri. Bu tabiiy. Ya'ni o'zingizga nimanidir ruxsat bermayapsizmi? O'zingizga nimadir yaxshi ko'rgan narsangizni sotib olishga, yeb ko'rishga, borishga, ko'rishga ruxsat bermayapsizmi? Nima uchun sizga kimdir qilishi kerak ekan? Nega sizga sizning orzularingiz uchun boshqa odam ishlashi kerak? Umidlaringiz uchun, niyatingiz uchun eringiz deylik harakat qilishi kerak. Bu nohaqlik deb hisoblayman. Bu nohaqlik, u sizga majbur emas. Bizga umuman olganda hech kim должен emasmi? Umuman. Bu dunyoda kim bizga должен degan savolni qo'ysa, mana kim sizga должен? Bitta odam. Bu ham bo'lsa o'zingiz.